Salom azizlarim. Sizlar bilan yana diydorlashtirib qo'yganiga behisob shukr qilamiz Allohimga. Yangi yillarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Yangi yillar hammaga omad, baxt, quvonch, oilaviy tinchlik, totuvlik olib kelishini Allohdan so'rab, Xudo xolasa 10 kunlik ochirim qilamiz. Bugun 5 bo'lsa, 6-dan 15-chislagacha. Bizni nimalar kutyapti? Menga podpiska bo'lgan, like bosgan, ularni niyatini oldim, energiyalarini oldim. Azizlarim, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Allohim shifoli ochirim qilsin. Xo'p. 6-chisla, 7-chisla, 8-chisla, 9-chisla, 10-chisla, 11-chisla, olmay qolamiz ekan. Xo'p, 11-chisla, 12-chisla, qarqalohim uchib ketyapti. 12, 13, hop, 14, 15, 15-chislagacha olur. Bizni nimalar kutyapti? Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Yangi yilda bizni nimalar kutyapti? Yanvar oyichi 15-chislagacha olur. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Xo'p. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-chislaga. Xo'p, bizni nimalar kutyapti? Nimalar bo'ladi? Xo'p. Ertangi kun uchun bizga qandaydir ishimizda ko'tarilish, hayotimizda, ishimizda ko'tarilish bo'ladi deb aytyapti. Bir pog'ona balandlashimiz aytyapti, xursandchiliklar bo'lishi, biz kutgan kunlarni kelishi deb aytyapmiz. Kutgan narsalarimizni balkim hayotida bir jinday bir-biri bilan uzoqlashib yurganlar balkim yana boshqatdan hayotini tiklash uchun nikoh o'qitayotgandir, balkim bir jinday uzoqlashib qolgan bo'lsa, bir kutib o'qitayotgandir, hayotida bir o'zgarishlarni bo'lishi deb aytyapti. Kutgan narsangizni bo'lishi deb aytyapti. Ertangi kunga biz nimani kutgan bo'lsak, kutgan ishimiz bo'lishi xayrli bo'lsin. Ilohim xayrli bo'lishini aytyapti. Xudo xohlasa hayotimizda tiklanish, hayotimizda birga bo'lish, hayotimizda ko'tarilish, shunaqalar bo'ladi deb aytyapti. Jinday 7-chislaga kelganda ba'zi birlarimiz uchun bir jichcha diqqatchiliklardan qochishlar, siqilishlardan qochishlar, jinday janjal, to'polonlardan qochishlar, orqamizda tulki turganini bilishimiz, sezishimiz, orqamizdan kimdir ish qilayotganini bilib turishimiz, orqamizdan qilgan nima deydi, yomonliklarini bilib bundan qochishimiz. Qarang, u ham bizni orqamizda turib bizni poylayapti. Biz qochyapmiz bu narsalardan, qochishimiz aytyapti. 7-chislaga kelganda hayotimizdagi bir yomon narsalardan qochishimiz aytyapti. Xo'p, 8-chislaga kelganda 8-chislaga kelganda omad kelishi, pullar kelishi, barakalarni kelishi, sevgan insonimizni qaytishi va yana birga bo'lishimiz, jinday bir diqqatchiliklar bo'lib o'tgan bo'lsa, bu narsalarni o'tib ketishi, yaxshi hayot, tinch, totuvlikda bir-birimizni qanday tushunib, tushunadigan kun deb aytyapti. 8-chislaga kelganda bir-birlarimizni tushunishimiz, barakalarni kelishi, balkim kimlardir yana lavozimi oshishi, ishlayotganlarni, ishdagilarni, balkim hayotingizda ham ozgina bir siz uchun jinday bir rag'batlantirishlar bo'lishini aytib o'tib ketyapti 8-chislaga kelganda.
Xo'p, 9-chislaga kelganda ozgina bir achchiqlanib turganimiz, uyimizdan jinday achchig'imiz kelib, xafa bo'lib turganlarimiz, kattaroq insonlarni bir bizga bergani qasi, Xudo xolasa uyimiz yana tiklanishi, oilamizga yana qaytishimiz, yana oilamiz jumlanishi, farzandlarimiz va oilamiz bilan yana birga bo'lishimiz aytyapti. Xo'p, 9-chislaga kelganda bizni shunaqa chiroyli kunlar kutyapti yana. Xo'p, 10-chislaga kelganda bizni nima kutyapti? Omadlarni kelishi, oldimizda 200lamachi insonlarni borligi, bizga pullarni kelishi, qanday barakalarni kelishini ozgina oldimizda turgan 200lamachi insonlar to'sib qo'yishi, bu 200lamachi insonlar bizga boshqa, orqamizdan boshqa gapiradigan insonlarni borligini bizga kartalarimiz nima deydi, ogohlantirib o'tib ketyapti. 10-chislaga kelganda shunaqa bir ozgina bir 200lamachi insonlarni borligini hayotimizda, shularni bilishimizni, anglashimizni, shu narsaga nima deydi, o'zimiz nima bo'lishimizni, iqror bo'lishimizni aytyapti. Albatta 10-chislada shunaqa bir omad yo'llarimizda, bir baxt yo'llarimizda 200lamachi insonlarni borligini albatta bilishimiz va tushunishimizni aytyapti. Xo'p, 11-chislaga kelganda ikki tomonlama achchiqlanishlar, jinday urush janjallarda bo'lishi, uyimizni tag-tagidan yemirilishi, ishda balkim oilada bo'lishi mumkin. Balkim ishda ham tagimizdan yemirayotgan insonlar bordir, orqamizdan ish qilayotgan insonlar bordir. Balkim bir boshlig'imiz bilan bir-birimizdan achchiqlangan nimalarimiz bo'lishi mumkin. Balkim hayotimizda ikki tomonlama achchiqlanish deb aytyapti. Bu bir tomonlama achchiqlanish emas, ikki tomonlama achchiqlanish deb aytyapti. Bir-birimizdan ozgina xafa bo'lishimiz va albatta bizni hayotimizni kemirayotgan kalamushlarni borligini ogohlantirib o'tib ketyapti 11-chislaga kelganda. Hayotimizda shunaqa bir kalamushlar, shunaqa bir tulkilarni borligini ham, 200lamachi insonlarni borligini ham kartalarimiz aytib ketyapti. Ba'zi birlarimiz uchun 12-chislaga kelganda jinday bir tushkunlik holatlari, qandaydir bir nimanidir eshitib ozgina bir tushkunlikka tushib qolishimiz aytyapti. Balkim bir nima deydi, biz o'ylagan daromadni kelmaganligi sababli ham ozgina bir tushkunlikka tushishimiz mumkin. Albatta orqasidan to'g'rilanib ketadi bu narsalar. Daromadlarimiz bilan yengib boramiz. 12-chislaga kelganda ozgina bir yetishmovchilik, qandaydir bir hayotimizda jicha tushkunlikka tushishimiz deb aytyapti. Bu narsalardan albatta chiqib ketamiz. Biz kutgan daromadlarni kelishi va biz bu tushkunliklardan chiqib ketishimizni kartalarimiz aytib o'tib ketyapti. Xo'p, 13-chislaga kelganda nimanidir tugatilishi, ba'zi birlar uchun birinchi hayotini tugatilishi, ikkinchi hayotga qadam qo'yishi, balkim bir ajrim yoqasida turganlarni ajrashishi, balkim bir ishda jinday diqqatchiliklar bo'layotgan bo'lsa, bu diqqatchiliklarni oxiri tugatilishi, yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring, bir uzoqni ko'rib, bu narsaga aqlingiz yetib turganini ham aytib ketyapti kartalarimiz. Balkim bu narsani sezib turgandursiz, o'zingiz bilayotgandursiz. Bu nimalarni orqasidan shunaqa bo'lishini bilgan holatda yashayapti deb aytyapti sizni. Xo'p, 14-chislaga kelganda ritsellarimizni kelishi, judayam tezlikda harakat qilishi va kutgan insonimiz albatta oldimizga juda shoshilinch ravishda kelishini aytyapti. Uyga qaytishlar, kelishlar, hayotingizga kelishlari, balkim kasal bo'lsangiz juda tezlik bilan sog'ayishingiz, Xudo xohlasa bir nima desam bo'ladi, ozgina bir sog'ligingizda ham problemangiz bo'lsa, bu sog'lig'ingizdagi problemalaringiz o'tib ketishi, o'tkinchiligi juda tezlikda Xudo xohlasa shifo topishingizni ham aytyapti. Albatta bu umr daraxti, balkim hayotingizga yana yangi ritsarlarni kelishi, hayotingiz juda ham yaxshi davom etishi ham bo'lishi mumkin. Xo'p, 15-chislaga kelganda
juda tezlikda xushxabarni eshitishingiz, oilangizda xursandchiliklarda bo'lishi, oilangizda bir tinchlik, totuvlik, qanaqadir bir bayramlar, qanaqadir bir yaxshi narsalarni xushxabar, yangiliklarni kelishi, hayotingizga, uyingizga bir xushxabar kelishini aytyapti. Albatta, bu xushxabar judayam yaxshi xushxabar. Xursandchilikka, albatta chiroyli xushxabarlarni kelishi deb aytyapti 15-chislaga. Albatta oilamizga, uylarimizga qanaqadir yaxshi xushxabarlar, yaxshi mehmonlar va barakali kunlarni kelishini so'rab qolamiz 15-chislaga. Ochirimlarimiz mana shulardan iborat bo'ldi. Hammalaringizni yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Yaxshi kunlarda yana ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa yana bunaqa yangi yillardan ko'pini kutib olishlikni Allohim nasib qilsin. Juda chiroyli kunlarda va yaxshi ochirimlarda yana sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolaman. Hammalaringizni sog'inib qolaman. Yakka ochirim qildirmoqchi bo'lganlar, albatta telefon raqamlarim, Telegram raqamlarim yozilgan. Murojaat qilishingiz mumkin. Albatta pullik ochirimimiz, yakka ochirimimiz 3 xil etapda bo'ladi. Xudo xohlasa ochirimlarimiz xohlasangiz tasbeh orqali, xohlasangiz karta orqali, xohlasangiz kitob orqali ko'rib berishim mumkin. Qaysi tomonlama sizga o'ng bo'lsa, o'sha tomonini murojaat qilsangiz, o'sha tomonlama ko'rib berishimiz ham mumkin. Yo'llaringlarni ochish kerak bo'lsa, albatta ochamiz. Tozalash kerak bo'lsa, albatta tozalaymiz. Xudo xohlasa qo'limizdan kelganicha yordam qilamiz sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana chiroyli kunlarda uchrashguncha hammalaringizni sog'inib qolaman. Boringlarga shukr, bor bo'linglar.